Pensiya oluvchi fuqarolar darhol xabardor bo'ling, hozirgina kutilmagan xabarlar rasman e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,271,000 so'm. Bazaviy hisoblash miqdori 412,000 so'm. Yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918,000 so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori esa 1,12,000 so'm. Minimal iste'mol savatchasi kambag'allik chegarasi kishi boshiga 669,000 so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzandi uchun 360,000 so'm. Oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165,000 so'm. Oilaning 3 va undan keyingi har bir farzand uchun qo'shimcha 110,000 so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420,000 so'm etib belgilangan, deyiladi xabarda.